Assalomu alaykum barchaga. Demak, bugun valentlik temasini o'rganamiz. Demak, valentlik usul keskin yodlab olishimiz kerak bo'ladi, iloj bo'lsa. O'zgarmas valentli elementlar ham o'zgaruvchi valentli elementlar so'raladi. Ularni bilib olishimiz kerak bo'ladi. Tak, birinchi so'rov. Quyidagilarning qaysi birida valentlik to'g'ri ta'riflangan degan so'rov ekan. Demak, A variantda ayni element atomi bilan birikadigan vodorod atomlari soni orqali aniqlanadi deyilgan A variant xat ekan. Demak, B variantda element joylashgan guruhning tartib raqami bilan aniqlanadi deb aytilgan. B variant ham xato. C variantda atomning tashqi elektron pog'onasidagi toq elektronlar soni orqali aniqlanadi deyilgan bo'ladi. Xato javob. Demak, D variantda kimyoviy element atomlarning muayyan sondagi boshqa kimyoviy element atomlarni biriktirib olish xususiyati. Demak, bu valentlik. Demak, ikkinchi so'rov periodat kislota yodning valentligini aniqlang degan. Periodat kislotada yodning valentligi 7 ga teng bo'ladi. Oldin istagan ekanman. Demak, uchinchi so'rov keltirilgan birikmalarning qaysilarida deydi oltin gugurtning valentligi 4 ga teng bo'ladi deb so'ralgan. Demak, birinchisi bizlarga natriy sulfat berilgan ekan. Birinchisi natriy 2SO4. Natriy 2SO4 berilgan. Natriy 2SO4 sulfatning valentligi, demak, kislorodning valentligi 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, natriyning valentligi 1 ga teng. 1 da 2 qo'yamiz, 2 2ni 4 ga qo'yamiz, 8. 8 dan 2 ni ayiramiz. 8 dan ayirsak 2 ni, demak 6. 6 ni bo'lamiz 1 ga. Demak, kukurtning valentligi bu yerda 6 valentli ekan. Massa strukturasini sizgan bo'ladi. Struktura sizgan eng qulay variant. Demak, 2 natriy bor bu yerda. Ham simbiton bo'lsangiz, struktura sizganingiz ma'qul. Kislorod chalg'aymiz. O'rayliq atomni qo'yamiz. Demak, kukurtga qaraydigan bo'lsak, e'tiborga qaraydigan bo'lsak, 1 2 3 4 5 6 ekan. Demak, 6 valentlikni ko'rsatib turibdi. Bu yerda da tushunuvga harakat etishimiz kerak. Demak, natriyning valentligi turoqligi 1, kislorodning valentligi 2. Demak, buni bilamiz. O'rtada qolsin bilmaymiz. Demak, 1 ga 2 ni ko'paytamiz. 1 ga 2 ni ko'paytamiz, 2 bo'ladi. Demak, 2 ga ko'paytamiz, 4 8 bo'ladi. Endi oldingi 2 ni 8 dan ayirib tashlaymiz. 8 dan 2 ni ayiramiz, 6 qoladi. 6 ni 1 ga bo'lamiz. Nega 1 ga bo'lamiz? Sababi bu yerda oltin gugurt atomlar soni 1 ga teng. Shuning uchun 1 ga bo'lamiz. 6 ni 1 ga bo'lgan bilan 6 ning o'zi chiqadi. Demak, oltin gugurtning valentligi 6 ga teng dedik. Bo'lmasa struktura chizamiz. Demak, birinchi degan javob xato ekan. Bizlarga to'g'ri kelmaydi ekan. Men to'sqinni o'chiraman. Yozib olgan bo'lsangiz.
Keyingisi. Ikkinchisi. Ikkinchisida bizlarga kukurt oksidi berilgan ekan. Tak, bunda kukurtning kislorodning valentligi 2 ga teng, 2 ni ko'paytiramiz 2 ga 4 bo'ladi. Demak, bu yerda kukurtning valentligi 4 ga teng ekan. Mana strukturasi chizamiz. Kislorod 2 valentli, 2 qo'li bor. O'rayli atom. Ikkinchi kislorod. Haqiqatan ham e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, 1, 2, 3, 4 valentli ekanligi bu yerda belgilab bo'lib turibdi. Shuning uchun 4 deymiz. Demak, 2 degan javob to'g'ri ekan bu yerda. Endi Üçüncüsünü qaraymiz. Demek ki 2 degan javobni bizlar to'g'ri deb qabul qildik. 3ni ko'ramiz endi. 3da alyuminiy sulfat berilgan ekan. Alyuminiy 2SO4 3 Tak, alyuminiyning valentligini bilamiz. 3 valentli ekanligini, tak, kislorodning valentligi 2 valentli ekanligini bilamiz bizlar. Endi 3 ni 2 ko'paytirsak, demak 6. Demak 2 ni ko'paytirsak 4 ga 8. 2 ni ko'paytirsak 4 ga 8 bo'ladi. Endi bu yerda qo'sirma berilgan. Qo'sirmaning sirtidagi belgida sifram qo'sirmaning ichidagi atomlarga tegishli. Endi 8 ni ko'paytirishimiz kerak bo'ladi 3 ga. Demak, bu yerda qanday yo'llarda aqaldi. Demak, birinchi 2 ni ko'paytiryapmiz 4 ga. Demak, 2 ko'paytirib 4 dedik. Qo'sirmaning ichida. O teng bo'ladi 8 ga. 8 dan ko'paytiramiz 3 ga. Unda 24 degan javob bo'ladi ekan. 24 dan ayiramiz endi 6 ni. Ayiramiz 6 ni. Sonda bo'ladi 18 degan javob. 18 degan javob bo'ladi. 18 ni endi atomlar sonini bo'lamiz. Kukurt atomlar sonini bo'lamiz. Kukurt atomlar soni bu yerda qo'sirmaning sirtida 3 degan belgi berilgan. So'g'am bo'lamiz. Demak, 18 ni bo'ladigan bo'lsak 3 ga 6 degan javob kelib chiqadi. Demak, 6 kukurtning valentligi bu yerda 6 valentli ekan. 6 valentli ekan. Demak, bu yerda bu javob qat'iy hisoblanadi. 3 degan ham qat'iy. 3 degan ham to'g'ri kelmaydi ekan. Tak, keyingisi 4-inchisi berilgan ekan bizlarga. Demak, birinchi degan variant qat'iy, S ketdi, A ketadi. 3 degan ham qat'iy ekan, demak D ketadi. Shu yerda ikkita logikani islatib demak 2 bilan 4 degan javob qoladi ekan. Demak 4 tekshirsak bo'ladi. Demak 2 ni ko'rib berdik bag'ana. Kaliy 2 SO3 delingan ekan. Kislorodning valentligi har doim 2 valentli. Kaliyning valentligi 1 valentli. 1 da 2 ko'paytiramiz. Demak 2 ni ko'paytiramiz 3 ga 6. 6 dan ayiramiz 2 ni 4. 4 ni bo'lamiz 1 ga. Demak, bu yerda 4 valentli ekan. Masa strukturasi ham bo'ladi bu yerda. Strukturasi eng qulay variant bu struktura.
ko'pchilik tushunmaydi. Struktura orqali shaxsiy tushunib olsa bo'ladi. Demek e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, 1, 2, 3, 4 valentli ekanligi ko'rinib turibdi. Buni vaqtida chiqardik. 1 dan 2 ko'paytdik, 2 bo'ldi. 2 ni 3 ga ko'paytdik, 6 bo'ldi. 6 dan 2 ni ayirdik, 4 bo'ldi. 4 ni bo'ldik 1 ga, ya'ni bu yerda 1 bor deb o'ylaganimiz uchun. So'ngining javob 4 ga teng bo'ldi. Demak, haqiqatan ham 6 gugurtning valentligi bu yerda 4 ga teng ekan. Demek javob B variant bo'ladi. B variant. Demek 3-so'rov keltirilgan birikmalarning qaysilarida deydi oltin gugurtning valentligi 4 ga teng bo'ladi deb so'ralgan. Demek birinchisi bizga natriy sulfat berilgan ekan. Birinchisi natriy 2SO4. Natriy 2SO4 berilgan. Natriy 2SO4 sulfatning valentligi, demak kislorodning valentligi 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, natriyning valentligi 1 ga teng. 1 da 2 ga qo'yamiz, 2. 2 ni 4 ga ko'paytamiz, 8. 8 dan 2 ni ayiramiz. 8 dan ayirsak 2 ni, demek 6. 6 ni bölemiz 1 ga. Demek kukurtning valentligi bu yerda 6 valentli ekan. Massa strukturasini sizgan bo'ladi. Struktura sizgan eng qulay variant. Demek 2 natriy bor bu yerda. Mana tushunbiton bo'lsangiz, struktura sizganingiz ma'qul. Kislorod chalg'aymiz. O'rayli atomni qo'yamiz. Demek kukurtga qaraydigan bo'lsak, e'tiborga qaraydigan bo'lsak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 olgan ekan. Demek 6 valentlikni ko'rsatib turibdi. Bu yerda da tushunuvga harakat etishimiz kerak. Demek natriyning valentligi turoqli 1, kislorodning valentligi 2. Demek bunu bilamiz. O'rtada qolsin bilmaymiz. Demek 1 ga 2 ni ko'paytamiz, 1 ga 2 ni ko'paytamiz, 2 bo'ladi. Demek 2 ga ko'paytamiz, 4 8 bo'ladi. Endi oldingi 2 ni 8 dan ayirib tashlaymiz. 8 dan 2 ni ayiramiz, 6 qoladi. 6 ni 1 ga bo'lamiz. Nega 1 ga bo'lamiz? Sababi bu yerda oltin gugurt atomlar soni 1 ga teng. Shuning uchun 1 ga bo'lamiz. 6 ni 1 ga bo'lgan bilan 6 ning o'zi chiqadi. Demek oltin gugurtning valentligi 6 ga teng dedik. Bo'lmasa struktura chizamiz. Demek birinchi degan javob xato ekan. Bizlarga to'g'ri kelmaydi ekan. Men to'sqinni o'chiraman. Yozib olgan bo'lsangiz. Keyingisi. Ikkinchisi. Ikkinchisida bizlarga kukurt oksidi berilgan ekan. Tak, bunda kukurtning kislorodning valentligi 2 ga teng.
2'ni ko'paytiramiz 2 ga 4 bo'ladi. Demak, bu yerda kukurdning valentligi 4 ketadi ekan. Mana struktura chizamiz. Kislorod 2 valentli, 2 qo'li bor. O'rayli atom. Ikkinchi kislorod. Haqiqatan ham e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, 1, 2, 3, 4 valentli ekanligi bu yerda belgilab bo'lib turibdi. Shuning uchun 4 deymiz. Demak, 2 degan javob to'g'ri ekan bu yerda. Endi uchinchisiga qaraymiz. Demak, 2 degan javobni biz to'g'ri deb qabul qildik. 3 ni ko'ramiz. 3 alyuminiy sulfat berilgan ekan. Alyuminiy 2 SO4 söyleyeyim. Tak, alyuminiyning valentligini bilamiz. 3 valentli ekanligini, tak, kislorodning valentligi 2 valentli ekanligini bilamiz bizlar. Endi 3 ni 2 ko'paytsak, demak 6. Demak 2 ni ko'paytsak 4 ga 8. 2 ni ko'paytsak 4 ga 8 bo'ladi. Endi bu yerda qo'shirma berilgan. Qo'shirmaning sirtidagi belgida sifram qo'shirmaning ichidagi atomlarga tegishli. Endi 8 ni ko'paytirishimiz kerak bo'ladi 3 ga. Demak, bu yerda qanday yo'llarda aqlandi. Demak, birinchi 2 ni ko'paytiryapmiz 4 ga. Demak, 2 ko'paytir 4 dedik. Qo'shirmaning ichida. O teng bo'ladi 8 ga. 8 dan ko'paytiramiz 3 ga. Unda 24 degan javob bo'ladi ekan. 24 dan ayiramiz endi 6 ni. Ayiramiz 6 ni. Sonra bo'ladi 18 degan javob. 18 degan javob bo'ladi. 18 ni endi atomlar sonini bo'lamiz. Kukurt atomlar sonini bo'lamiz. Kukurt atomlar soni bu yerda qo'shirmaning sirtida 3 degan belgi berilgan. So'g'am bo'lamiz. Demak, 18 ni bo'ladigan bo'lsak 3 ga 6 degan javob kelib chiqadi. Demak, altın kukurdning valentligi bu yerda 6 valentli ekan. 6 valentli ekan. Demak, bu yerda bu javob xato hisoblanadi. 3 degan ham xato. 3 degan ham to'g'ri kelmaydi ekan. Tak, keyingisi 4-inchisi berilgan ekan bizga. Demak, birinchi degan variant xato, sigitda A ketadi. 3 degan ham xato ekan. Demak, D ketadi. Shu yerda ikkita logikani islatib demak, 2 bilan 4 degan javob qoladi ekan. Demak, 4 tekshirsak bo'ladi. Demak, 2 ni ko'rib edik bag'ana. Kaliy 2 SO3 delingan ekan. Kislorodning valentligi har doimgidek 2 valentli. Kaliyning valentligi 1 valentli. 1 da 2 ko'paytamiz. Demak, 2. 2 ni ko'paytamiz 3 ga 6. 6 dan ayiramiz 2 ni 4. 4 ni bo'lamiz 1 ga. Demak, bu yerda 4 valentli ekan. Masa strukturasi ham bo'ladi bu yerda. Strukturasi eng qulay variant bu struktura. Ko'pchilik tushunmaydi. Struktura orqali shaxsiy tushunib olsa bo'ladi. Demak, e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, 1
2, 3, 4 valentli ekanligi ko'rinib turibdi. Nega qilib chiqardik? 1 ni 2 ga ko'ydik 2 bo'ldi. 2 ni 3 ga ko'paytirdik 6 bo'ldi. 6 dan 2 ni ayirdik 4 bo'ldi. 4 ni bo'ldik 1 ga. Ya'ni bu yerda 1 bor deb o'ylaganimiz uchun. Sonradan javob 4 ga teng bo'ldi. Demak, haqiqatan ham oltin gugurtning balandligi bu yerda 4 ga teng ekan. Demak, javob B variant bo'ladi. B variant. 4-so'rov. Qaysi qatorda faqat valentligi o'zgaruvchan elementlar keltirilgan deb so'ralgan. Demak, A variantda qaraymiz. A variantda kaliy var ekan, kaliy o'zgarmas bir valentli hisoblanadi. Demak, A variant xato. Demak, bu variantga qarab turamiz. Bu variantda bari var ekan, bari 2 valentli o'zgarmas. Shuning uchun bu variant ham xato. C variantda kalsiy. C variantda kalsiy emas, uzr. Uglerod 2-4 bo'lishi mumkin. Brom o'zgaruvchan bilan inson o'zgaruvchan, fosfor ham o'zgaruvchan, kukurt ham o'zgaruvchan. Demak, C variant bo'ladigan. D variantda kalsiy 2 valentli bo'ladi, o'zgarmas. Demak, D variant xato. Demak, javob bu yerda C variant bo'lishi kerak. Tak. 5-so'rov. Quyidagi birikmalardan 4 valentli elementlarni ko'rsating deilgan ekan. Demak, birinchisida alyuminiy sulfat berilgan. Bu yerda kukurtning valentligi chang ko'rib o'tdik, 6 valentli edi. Bo'lmasa strukturasini sizsam bo'ladi. Alyuminiy 2SO4. Alyuminiy SO4 bo'ladigan bo'lsa, alyuminiyning valentligi 3 valentli. Kislorodning valentligi 2 valentli. Demak, 3 ni 2 ga ko'paytiramiz 6, 2 ni ko'paytiramiz 4 ga. Uzr aytmoqchi. Bu yerda yeselangan bo'ladi. Tak. 2 ni ko'paytiramiz 4 ga 8 ko'paytiramiz 3 ga. Bunda 24 bo'ladi. 24 dan ayiramiz 6 ni teng bo'ladi 18 ga. 18 ni bo'lamiz 3 ga. Bunda 6 bo'ladi. 3 ga bo'lsak 6 bo'ladi. Demak, sütib chiqarsa ham bo'ladi, bo'lmasa strukturasini sizsa ham bo'ladi. Bu yerda kukurtning valentligi 6 ga teng. Demak, 1 degan javob xato. Kukurt degan javob xato bo'ladi. Tak, endi ikkinchisi. Alyuminiyning strukturasini siz ko'rsating. Alyuminiy sulfatdan. Alyuminiyda bilamiz 3 qo'l bo'ladi, ya'ni 3 valentli bo'ladi. 3 valentlikni chiqarib olamiz. Kislorodlar jog'asak. Tak, o'rayli atomni birlashtirishimiz kerak bo'ladi bu yerda. Kukurtlar soni 6 bo'lishi kerak. Yo'q, 3 bo'lishi kerak. 6 valentli 3 kukurt bo'lishi kerak. Bitta astirsak bo'ladi.
strukturasini sızıp aldık. Üstüne hareket etemiz. Nega struktura boyunca sütüp ko'rsatishimiz kerak. Agar bularcha hisoblab ketadigan bo'lsak, 6 valentli ekanligini ko'ruga bo'ladi. Strukturadan ham biluvga bo'ladi. Lekin 1 valentli 2 3 4 5 6 deb hisoblaymiz. 1 2 3 4 5 6 deb hisoblaymiz. 1 2 3 4 5 6 deb hisoblaymiz. Yani jay problema bo'lib qoldi bu yerda. Shuning uchun kenglik o'qiz olmadim. Demek bir xato ekanligini tasdiqladim. Ikkinchisini ko'ramiz endi. Ikkinchisini aytayotibdi. Margens setedi. Tak. O2. Demek kislorodning valentligi 2 bo'ladi. 2 qo'yamiz 2 ni, demak bunun valentligi -4 bo'ladi. Demek 2 degan joy to'g'ri kelib bu yerda. Demek ya bu bo'ladi, ya bo'lmasa S bo'ladi deb yozsam bo'ladi ekan. Tak, strukturasini chizатын bo'lsam, lekin haqiqatdan ham 4 qoli bor ekanini ko'rishimizga bo'ladi. Ya'ni 4 valentli ekanini. 1 2 3 4 valentli ekanligini ko'rishimizga bo'ladi. Bu elementimizda. Tak. Demak, 2 to'g'ri ekan bu yerda. Tak. Endi ikini to'g'ri deb qabul qiladigan bo'lsak, 3 ni ko'raylik. H2 Chrome O4 deganiga. Bunlar 2 valentli, bunlar 1 valentli. Demek 1 ga 2 ni qo'yamiz 2, 2 ni qo'yamiz 4 ga 8. Demek 2'den ayıramiz. 8'den ayıramiz 2'ni. Demek 6, 6'ni bölemiz 1'ge. Demek 6'nın o'zi. Demek yapışadı. Demek böyle from 6 valentli ekan, 6 valentli ekan. Bo'lmasa struktura orqali dalillaymiz ham mumkin. Vodorod 2 vodorodi var. Vodorodlar 1 valentli bo'ladi, bilamiz. Kislorod chalg'asak, o'rayli atom bromni qo'ysak, demak yetar deb qaraymiz. 1 valentli, 2 valentli, 3 valentli, 4, 5, 6 valentli. Demak, bu yerda brom degan variant topib ketadigan bo'lsak, 3 xat ekan. Xat ekan. Kurt degan variantimiz ham xatiga. Sevimli yerda kurt ko'rdik, 6 variantli chiqdi. Shuning uchun xati deb qarasak bo'ladi. Endi kislorod, vodorod, kislorod va vodorod. Endi kislorod 4 valentli bo'lgan yerlari bor, biroq bu yerga to'g'ri kelmaydi. Logikani istediğim bo'lsak, bu yerda chiqqana bir variant qolib turibdi, S variant degan joy qolib turibdi. Margens ko'rdik. Margensda turibdi. Peki, 4 valentli bu. 2 2 ni ko'paytirdik, 4 bo'ladi. 4 valentli. Strukturasini ham suzib berdik.
Так, кремнийтикini ko'rib ko'raylik-da. Ошибка. Ishlaydi. Так, kремнийтикini topishimiz uchun demak, yoqda ekvivalentli, tomimiz 1 valentli bo'ladigan bo'lsa, 1 2 qo'ysak 2, 2 ni qo'ysak 3 ga 6. Demak, 6 dan ayirsak 2 ni 4, 4 ni bo'lamiz 1 ga. Shunda 4 ning o'zi chiqadi. Demak, kремнийning valentligi haqiqatan ham 4 chiqadi ekan. Endi organik tog'liq birikmalarda uglerodning valentligi har doim 4 ga teng bo'ladi. Buni eslab qolishimiz kerak. Demak, javob C bo'ladi ekan bu yerda. Massa strukturasini sizsa ham bo'ladi. Haqiqatan ham to'g'ri kelaman, kelmayman. Buni ko'rsak bo'ladi. Tak, marganesning strukturasini bag'ana sizib ko'rsatdim. Marganes oksiddan neki haqiqatan ham 4 valentli. Endi tak, vodoroddan bizda yuqori bor ekan. Oған kislorod жалғасақ, орайлық атомды қойсақ, kislorodlar soni shu. Demak, niki e'tiborga olib qaraymiz. Strukturadan qaraydigan bo'lsak, 1 2 3 4 valentli. Demak, haqiqatan ham C variant to'g'ri kelib berdi.